Do'stlar, assalomu alaykum. Bugun Samarqand shahrida Yuksalish Group tomonidan qurilayotgan mana shunaqa EcoCity turar joy majmuasiga bizlarning mana shu ustolarimiz tomonidan bu yerga bitta letniy kuxnya qilib berdi. Ustoyimiz Shohruxjon, assalomu alaykum. Bitta mana shu kompleksimiz haqida tanishtirib o'tsangiz. Tanishtirib o'tamiz, xudo xolasa. Nimalar bo'lyapti bu yerga? Nimadan boshlaymiz? Mana bu yerga xudo xolasa biz bitta nisha qilganmiz, joy. Bu yerga bitta tandircha qo'yadilar, ana bochkacha bor-ku, o'shandan qo'yadilar. Darashi mana bu yerga bitta рабочий zona, mana bu yerga bitta moyka bo'lyapti. Bitta 40 litrlik qozonimiz. Bitta katakon mangal. Bu mangalimiz 125 kattaligi. Bitta yana bitta qozon bo'lyapti, 60 litrlik. Bu yerga gaz plita, рабочий zol, bu yerga yana bitta tandircha qo'yiladi. Bu yerga ikkita tandir bo'layotgan ekan. Tandir bo'lyapti. Mana bu yerga bitta o'zini dizaynidagi рабочий ostrov desa ham bo'ladi. Buni do'stlar qaranglar, bu yerga bitta katta ko'mashliq ostrov qilgan. Ya'ni mana shu yerga turadigan aholi uchun bu qulaylik yaratish maqsadiga mana shunaqa kompleksni qilib bergan. Ya'ni ertaga любой odam chiqib mana shu yerga yashaydigan, chiqib shashlik qiladimi, ovqat pishiradimi, ma'rakalarga bir narsa pishiradimi, mana shunaqa qulaylik qilgan. Bu yerni hali tepalari polni yopiladi, yonlari yopiladi, chiroyli qilib qurilish hali davom etadi. Bizlar esa mana shularni topshirganmiz. Mana toshchi akalarimiz kelgan, mana shu ustilarini, polni, toshlarni qilib beryapti. Bitgandan keyin, xudo xolasa, bu loyiha topshirilgandan keyin aholi kelib mana shu yerga maza qilib o'zlarining narsalarini pishirib iste'mol qiladilar. Azar kimga mana shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, mana shu xizmatlarimiz Shohruxjon ustomizning nomerlarini pastga yozib qo'yaman. Aloqaga chiqaverasizlar. G'ishlar kerak bo'lsa, g'ish haqida ham polni nomerlarimizni yozib qo'yamiz. Bizlar bilan aloqaga chiqaverasizlar. Chiroyli qilib mana shu letniy kuxnya barbekyu komplekslarini yasab beramiz.